Ramazandagi ro'zalarimiz. Ro'zalarning Ramazonning ruhi va maqsadlariga ko'ngil bo'lishi zarur bo'lib qolmay, Ramazonning ahkomlari, dalillari va ro'zani go'zal qiladigan xususlarni bilishimi muhimdir. Nurg'unlagan kishilarning bu farzning maqsadlarini ro'yobga chiqarish uchun harakatlantiruvchi bir ruhga ehtiyoji bo'lganidek, yana nurg'un kishilarning Ramazonni to'g'ri va mukammal ado qilish uchun aloqador hukmlarni bilishga ehtiyoji bordir. Ro'zador qarindishim, qani birlikda ro'zaning eng muhim hukmlarini va uningdagi hikmatni ko'rib chiqaylik. Birinchi, Ramazon oyining kirganligini muqimlashda bir musulmon kishining yangi oyni ko'rganligini xabar berishi kifoyadir. Bir kishining guvohligini qabul qilish ibodatda osonlashtirishning qatoridandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z zamonasida bir musulmon yangi oyni ko'rganligini xabar bersa, jami musulmonlarni ro'za tutishga buyurdi va o'zini ro'za tutdi. Bu vaqtda Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq deydi: kishilar Ramazonning yangi oyini ko'rish uchun qarashgan edi. Men payg'ambar alayhissalomga ko'rganligimdan xabar berganimda, payg'ambar alayhissalom ro'za tutdi va musulmonlarni ham ro'za tutishga buyurdi. Oyni ko'rishda bir kishining xabari bilan kifoyalanish İmam Şafii, İmam Ahmad, İbn Hazm, İbn Taymiyya va İbn Qayyimlarning, Alloh ularning hammasiga rahmat qilsin, ko'z qarshidir. Ikkinchi, Ramazon oyi alohida bir oydir. 29 kun yoki 30 kun bo'lsin, ajr mukofoti kamil bir oydir. Ilgirki va keyingi oylardan farq bo'lganligi uchun Ramazon oyi boshlanishdan 1-2 kun ilgari Eid kuniga o'xshash ro'za tutish cheklangandir. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Ramazondan 1 yoki 2 kun burun ro'za tutib olmanglar. Faqatla ro'za tutayotgan kishi tutsa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlarning Ramazonni ishtiyoq bilan kutib olishi uchun hatto Ramazon kelishidan 2 hafta ilgari ro'za tutishdan cheklab bunday degan: Sha'ban oyi yarimlashganda ro'za tutmanglar. 3. Ramazonning ajri buyuk bo'lsa-mu, Alloh rahmat qilib, aqlini yo'qotgan va balog'at yetmaganlarni kechirib o'tgan. Kasallik va ziyoda qirliq sababidan ro'za tutishga toqati yetmaydigan kishilarni ro'zaga zo'rlamay, har kunlik ro'za uchun bir miskinni to'yg'izishni farz qilgan. Qodir bo'lolmaydiganlardan ro'zani kechirim qilib o'tish deganlik, ular Ramazon oyini ulug'lamasimi, bu oyning izzat hurmatini qilmasimi va kuchi yetgan toat ibodatlarni qilmay, vaqtlarini behuda o'tkazmasimi bo'ladi deganlik emas. Musulmon emaslar, nima qilayotganini bilmaydigan aqli nuqson kishilar va hayzlar yoki nifasliq ayollarga kelsak, ularning ro'za tutishi to'g'ri bo'lmaydi. Tutgan taqdirdami savob berilmaydi. Sababi musulmon bo'lmagan va ya aqli kamtik kishilar ro'zaning qabul bo'lishi uchun bekitilgan shartlarni bilmaganlikdan, o'rin deyolmaganlikdan ro'zasi qabul bo'lmaydi. Lekin hayzlar va nifasliq ayol kishilarning Ramazon oyida namoz o'qiy olmagan va ro'za tutolmagandan boshqa kuchining yetishicha ko'proq Qur'on Karim anglash, zikr tasbih, tavba istig'for aytish va duo qilish bilan birga yaxshi ish va sadiq ihsonni ko'plab qilish haqqi bordir. 4. Ramazonning asosiy maqsadi Alloh taoladan savob umid qilish bo'lg'achqa, tutilgan ro'zaning qabul bo'lishi uchun Ramazon bo'yicha har kecha niyatni yangilash shartdir. Hafsa radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar alayhissalom shunday degan: kimki kechidan ro'za tutishga niyat qilmagan bo'lsa, bu kishi uchun ro'za yo'qdir. Bu yerda niyatda
umumenlik kifoyidir. Bir kishi shu kechada ro'za tutmaslikni niyat qilmaganli bo'lsa, u kishi har kecha ro'zasini davomlashtirish uchun qilgan umumiy niyat kifoyidir. 5. Kimki ro'zaga niyat qilib yotgan bo'lsa, tutgan ro'zasining sog'lom bo'lishi uchun ertasi tong suzilgandan tortib toki kun patqicha ro'zani buzuvchi butun omillardan o'zini tutib olishi vojib bo'ladi. Chunki Alloh taolo bundoq degan: "Toki tongning oq ipi qora ipidan ayrilganga, ya'ni tong yo'rig'anga qadar yanglar, ichinglar. Ondan kech kirgicha ro'za tutinglar." Ro'za tutquchining birlikka kelingan 6 turlik ro'zani buzg'uchi omildan saqlanishi vojibdir. 1. Qasddan yeb ichish. 2. Yeb ichishga yotadigan ishlar. Masalan, bo'g'izga yetib borgudek darajada burunga bir narsa temitish yoki burniga suv elish va yoki og'izni chayqash degandek ishlar. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: "Ro'zador vaqtingdan boshqa vaqtlarda burningga suv elishni voyaga yetkazgin. Oziqlantiruvchi osma o'kul yoki normal o'kul va yoki qon soldirish qatorliqlarmi yeb ichishning hukmidagi ro'zani buzib o'tadigan omillardir. Ko'z yoki quloqqa dora yoki shuningdek narsalarni temitish, surma surish, xushpuroqlarni purash, oziqlantirmaydigan osma yoki normal o'kullarni ishlatish, kasal davolashda ishlatiladigan har xil dora yoki jihozlardan foydalanish qatorliqlar yeb ichishning hukmida bo'lmaganlikdan ro'zani buzib etmaydi. Kuchli qarashda qon oldirishmi ro'zani buzib etmaydi. Bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib bundoq deydi: Payg'ambar alayhissalom ro'zador holatda qon oldirgan edi. Bu hadis Savban radhiyallohu anhuning qon oldirg'uchi va olg'uchi ro'zasini buzgan bo'ladi degan hadisining hukmini amaldan qoldirib o'tadi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisni Abi Said al-Khudri radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhissalom ro'zadorning ayolini suyishiga va qon oldirishiga ruxsat qilgan edi degan hadisi kuchlantirdi. 3. Jima qilish. O'yg'oq holatida ayolni quchoqlash, o'ynashish va yoki onanizm va boshqa yo'llar bilan ihtilom bo'lish jimaning hukmida bo'lganligi uchun ro'zani buzib o'tadi. 5. Qasddan zo'rlab qusish. Bumi ulamolarning ittifoqi bilan ro'zani buzib o'tadi. Ammo normal qusish ro'zani buzib o'tmaydi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom bundoq deydi: O'zligidan qusib o'tgan kishiga ro'zining qazosi kelmaydi. Qasddan qusgan kishi qazosini tutadi. 6. Ro'zador holatida hayz kelib qolish yoki nifoslik bo'lib qolish. Hatto iftor vaqti yaqinlashib qolgan vaqtda bo'lsa-mu, ulamolarning ittifoqi bilan ro'za buziladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhissalomning bundoq deganligini rivoyat qiladi: Ayol kishi hayzlar vaqtida namoz o'qimaydi va ro'za tutmaydi emasmi? 6. Kishi unutib qolib yoki xatolashib ro'zani buzib o'tadigan ishlardan birini qilib solsa, u kishining ro'zasi buzilmaydi. Qazosimi vojib bo'lmaydi. Kishi ko'pincha unutib qolib yeb yoki ichib qo'yadi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom ro'zador odam esida yo'q bir narsa yeb yoki ichib solsa, ro'zasini buzib o'tmay tutaversin. Chunki u kishiga Alloh yegizibdi va ichgizibdi deydi. Bir kishi tong tixi yo'rimidi deb o'ylab qilib, tong yo'rib ketgandan keyinmi suhurlik yeyishni davom qilgan bo'lsa, yoki kun petib ketdi deb qilib, kun petishdan ilgari og'iz ichib qo'ygan bo'lsa, yuqorida bayon qilingan xatolashishning hukmida bo'ladi. Ya'ni ro'zasi buzilmaydi.
Kimki özürsiz, qasdan ro'zasini buzib etsa, Allohga yalvarib, tavba qilish vojib bo'ladigan cho'ng bir gunohni sodir qilgan bo'ladi. U kishi ko'pchilik ulamolarning ko'z qarashi bo'yicha ro'zasini buzib etgan kunning miqdorida qazosini qiladi. 7. Ayol kishi Ramazonda hayz ko'rsa yoki nifoslar bo'lib qolsa, ro'za tutishi cheklanadi. Saqaygandan keyin qazosini tutadi. Muaza al-Adaviyya Aisha radhiyallohu anhadan hayzdan paklanganda hayz mezgilida o'qiy olmagan namozning qazosini qilamdi deb so'radi. Bu Haruriylardanmi siz? dedi. Muaza, yo'qsu, men Haruriylardan emasman. Faqat bu haqdagi hukmni bilmoqchiman, dedi. Shuning bilan müminlarning onasi Aisha radhiyallohu anha biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayot chaqlarida hayzlar bo'latdik. Ro'zaning qazosini tutishga buyurilatdik. Namozning qazosini o'tashga buyurilmaydi deb javob bergan. 8. Kimki Ramazonda safar qilgan bo'lsa, safarda jafo mushaqqat bo'lmagan taqdirdami, Alloh u kishining ro'za tutmasligini mubah qildi. Alloh taolo bunday deydi: Kimki kasal yoki safar ustida, ya'ni musofir bo'lsa, ya'ni ro'za tutmagan bo'lsa, tutmagan kunlar uchun boshqa kunlarda tutsin. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi, ta'sirni xohlamaydi. Lekin safarda ro'za tutmaslikning joiz bo'lishi ro'za tutqusi bor kishini cheklamaydi. Hamza ibn Amr al-Aslami radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Allohning payg'ambari, safarda ro'za tutishga o'zimda bir kuch-quvvatni his qilyapman. Ro'za tutsam, menga gunoh bo'lamdi?" deb so'rganida payg'ambar alayhissalom: "Bu Allohning ruxsatidir. Kimki ruxsatga muvofiq ish qilgan bo'lsa, u kishi uchun yaxshidir. Kimki ro'za tutishni yaxshi ko'rib, ro'za tutgan bo'lsa, u kishiga gunoh yo'qdir" deb javob berdi. 9. Kimki Ramazon oyida kunduzi ro'zador holda ayoli bilan birga bo'lgan bo'lsa, ro'zani buzgan va gunohkor bo'lgan bo'ladi. U kishiga ro'za buzilgan kunning qazosini qilish bilan birga kafarat berish farzdir. Kafarat Sahihaynda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisga asosan qul ozod qilish, agar kuchi yetmasa orqa-marqa uzildirmay 2 oy ro'za tutish, agar buningga kuchi yetmasa, ya'ni ro'za tutishga kuchi yetmasa 60 miskinni qo'yg'ilish bilan bo'ladi. 10. Kimki Ramazon kunlarida ro'za tutishga toqati yetmaydigan holda bo'lsa, ro'za tutmasimi joizdir. Hatto ro'za tutsa, u odamga ziyonli ekanligi jazmlashsa, ro'za tutmasligi vojibdir. Shubhasizki, Alloh taolo bu ummatdan mushaqqatni ko'tarib o'tgan. Alloh sizlarga dinda hech qanday mushkullikni qilmadi. Ya'ni sizlar taqat qila olmaydigan ishlarni qilishga taklif qilmadi. Kimki holi qattiq xaroblikdan ro'za tutolmagan bo'lsa, ahvoli yaxshilangan vaqtda tutolmagan kunlarning qazosini qiladi. Ro'za tutib qolsa, o'zidan yoki bolasidan andisha qiladigan homildor ayol yoki bola emitadigan ona ro'za tutish ziyonli kishining hukmiga tushadi. Rasululloh Alloh taolo yo'lovchidan ro'za bilan namozning yarmini, homildor yoki bola emitguchidan ro'zani ko'tarib etdi degan. 11. Ro'za tutishga kuchi yetmaydigan yashanganlar va saqaymas kasallarga ro'za tutish vojib emasdir. Lekin ro'za tutolmagan har bir kunga qarshilik bir miskinni to'yg'izishi vojibdir. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Alloh taolaning ro'zani qerilik yoki ojizlik tufaylidan mushaqqat bilan aron tutadigan kishilar tutmasa, kunligi uchun bir miskin to'yg'idek tomoq fidya berishi lozim degan oyatni o'qidi va bundoq dedi: Bu oyatning hukmi kuchga ega. Yashanganlik sababidan
roza tutuşqa kuch yetmagan bovay momaylar har bir kunning qarshiligida bir miskinni to'yg'izadi. Bir narsani farq etolmaydigan va og'zidan chiqqanini bilmaydigan yashanganlarga kelsak, ularga ilohiy taklif sohib bo'lganligi uchun roza tutishmi, fidya berishmi vojib emas. Ey Allah, bizni dinimizni to'g'ri tushuna oladiganlardan qilgin. Bizga manfaatli narsalarni o'rgatib qo'ygin. Bizga o'rgatgan narsani bizga manfaatli qilib bergin. Ilmimizni ziyoda qilgin. Amin.